Hem de hakikaten dep ötkünüzdeki hem de muşuncu ola tayarlık jaryanida az bo'lmagan qiyinchiliklar, to'sqinliklarga uchragan bo'lishinglar cho'qim menimcha. Chunki Ilshad Asad apandim deb o'tdi. Bu mushu bo'libmi lager shohidlari mushu qahramon hadisonlarimiz chiqqandan keyin mayli Ömer Bekadi bo'lsin. Bu dünya axbaratıga berilgandan keyin jiddiy shaklda g'ulg'ula qo'zg'adi. Har qaysi nufuzli axborotlarda berildi. Bularning hammasi bu qatimqi sud kollegisida ajoyib ta'sirlik guvohligini bergan bo'ldi. Hamda butun so'ralgan savollarga Xitoy shu eng oxirgi shu 4-iyun echilishdan bir kun burungacha Beijingdimi shu guvohchilarninki, shu jonliq shohidlarninki beriyotgan guvohliklarni yolg'onga chiqarish uchun qilmagan rezillikni qildi hamda necha oylardan beri yillardan beri qilyotdim. Ataydin Beijingga kelib axborot e'lon qilish yig'inlarini o'rlashtirib, yolg'on majburlab akagan Uyg'urlarni yolg'ondan guvohlik bergizib, biz rohat yashayotimiz degizib bularni eng oxirgi kungacha buni qildi va bundan keyin qiladi albatta. Siz echilib bo'g'ichi bo'lgan orliqda uchirgan qiyinchiliklar, to'sqinliklar nima edi agar mumkin bo'lsa qisqacha sizdan olgan bo'lsam To'lqin efendim. Rahmat degandagidek endi bu cho'ng bir voqeatdi. Uning uchun uningizki bizning bundan narsa tajribamiz yo'q. Chunki bir inson bir bolasining o'g'lining to'yini qiladigan yoki bir nazar chiroq qiladigan ish uchun bir qancha haftalab, oylab nurg'un stressni ichiga kirgan tayyorliklar qilish to'g'ri keldi. Endi bu bir davlatni so'roq tortayotgan, bir hukumatni so'roq tortayotgan bir mesele bo'lganligi uchun bu qandaqdir voy mayeri kam bo'lib qolsa buning mas'uliyati nihoyat og'ir. Chunki bir sotga arz qilgandan keyin buningdan chiqadigan natija texnik muhimdi. Bu nihoyat mas'uliyati og'ir bo'lgan tarixiy bir javobgarlik. Bu boshqa bu mundaqlam qipaqayliya deydigan masala emas endi bu bir millatning taqdiriga munosabatli masala bu boshqa. Ko'p o'yinda nayt qattiq iroda bilan o'tirib chiqishga to'g'ri keladi. Bu jarayonda nurg'unlagan besimlarga, qiyinchiliklarga duch kelganimizni bilatdik. Ammo zarurati qilmasa bo'lmaydi. Buningda dastlabda buni boshlagan vaqtimizda degandagidek tajribamiz yo'q. Nurg'un qiyinchiliklar bor. Bunun munosabatli do'stlarimiz, sabdoshlarimiz biz haqiqatan buni iltimosini qilib qo'yib rasmiy shaklda boshlangan vaqtida necha haftalab uxlayolmagan vaqtlarimiz bo'ldi. Buning chunki bir uchi iqtisodda qoladi. Normalda bunda bir sot uchun 50 milyondan 100 milyon dollargacha, hatta milyar dollargacha pul xarjlanadigan gapga. Bizda o imkoniyat hiç yok. Hiç imkan yok ama bu sot tamamen sotçular, bu işte kömür bergen advokatlar tamamen insanperverlik noktasını, insani kıymet karışını ön planda tutup durup hareket yapıp bağlan bunda boğallık için ama onun birinci yana texniklik, sebepleri, lojistik kıyınçılıklar boğaçka biz dastlabda bunun umumiy bir qiymatini bizga yo'llagan vaqtida 380 ming dollar atrofida 200 ming dollar deganda bu endi bundaq bir cho'ng sot uchun hech nima emas, ammo biz uchun oz pul emasdi. Bu haqiqatan bizni nihoyat qiyin bir nima qildi, buni qanday hal qila olamiz? Ammo millatimizga ishondik. Cho'qim buni qilishimiz kerak, jon chikassim qilishimiz kerak degan bo'yicha harakatga o'tdik. Lekin oson narsa emasdi. Chunki bizning millat WhatsApp'ta, toplarda quruq vatanperverlik şuar to'g'laydigan vatanperverlikdan ait amroq, ammo qo'lni yanchib qilgan inson pek az bo'ladigan gapkan. Buni bizda qiyin ahvolda qo'ydi, lekin o'tirib chiqdik, insonlarimizni tunishtirdik. Chunki buni to'liq xalqimizga tushuntirish masalasi qiyinchilik. Chunki buning nima ahamiyati bor deydigan savollar qilgan gap. Bir tarafdan Xitoy har xil o'yinlarni o'ynaydigan gap. O'zimizning insonlarning ichidagi fikr ayriliqlarimi ba'zi vaqt kelgan chog'imizda bunday shu istab jim turib oladigan va qarshi turadigan harakatlar bo'lgan gapga shunga bu pulni oson emasdi, ammo harakat o'tdik. Bu bizdagi bir qiyinchilik. Ikkinchi, ya'ni uningdan muhim bo'lgan qiyinchilik paketlar bilan bo'lgan gap. Bu oslan bo'lgan ish emas. Paketlarga tayinish kerak, chunki sud paketlarga, haqiqatlarga tayinib turib qaror beradigan gap. Bu jihatdan qiyinchiliklarimiz bo'ldi.
Kampılar yetip çıkan kırındaşlarımızın Allah razı olsun. Bunun da sosyal halkara matbuatlarga bergen bayanatları mühim rol oynadıkken ayrı uçuruşlarının buldu. Bu chet elde en azında bilmeyimiz tüygücü garip dünyasının yüzünden Türkiye'nin koşan kısa bir 100 bin yakın kardeşimiz var. İş olmasa her birisinin 170-80% insanların aileleri muşu kampılar kamalgan yapılırken ama sosyal medyalarda bolsun cesaret kılıp oturuğa çıkıp hazır 2018'den başlangan bolsun olmuş güvalık bir işte olsun ya 7 bin ya 10 binden aşmıdı. Ama 100 binden artık adam var ortası yadı kısak 1 milyondan artık insanımız sırtı yaşaydı. Bazıları bir mezgil güvalık bir yokup gitti Xitayning besin bilen. Şunun için bunda bir çoğun sotqa ka vaqtimizda Xitay her xil hujumlarni çünkü bu hujumlar keyingi bir ayında bu yan işki haftalardan başlandı adı şiddetli. Naq maydonga kelgan vaqtda qanchasi yenib oladi buningdi. Bu mu bizni endişki sağan bir mesele edi. Bütün insanlarga biz chaqiriq e'lon qildik, sud mahkamasi chaqiriq e'lon qildi, guvohchilar guvohlik beradi dedi. Ama dastlabki bosqichda sus bo'ldi. Bu bizni qayg'uga soldi. Başlandı. Endi bunun biz paketlarni ta'minlab berishimiz kerak. Ojiz paketlar bilan biz kutgan natijaga erishgili bo'lmaydi. Bu mu bizden uykumuzda kaçıkan avallarının birisi oldu. Ama en ahırda biz insanların kaylı kıldık, kuvacıların kaylı kıldık. Bu meselenin mühimliğini, tarihi bir nesip olduğu hakkında kaylı kıltırıştık. Bunun için az bulmadan yapala közge doğru geldi. Anladığım bu materyalların köpü Uygurca. Bizden guvalık verdiğin halkara mütehassislerden başka özümüzün insanlarının net 100 insan, en azından 300'den artık insanın guvalığı elinde. Bir qancha ming insanın materyali taqdim qilindi, ama 300'den artık insanın şolar görüp 300'den artık insanın ne sud mahkamasining adamları birden anlap çıktı. Bularni yig'ish, bularni jasoratlantirish bu qiyin bir nuqtalardan birisi qildi. Ba'zilar ko'ngil xalab o'zlari qildi, ba'zi muhim biz qo'pib mushu sotda çok mühim demiş adamның meselesi. Dep bizimiz bitkenlerini kaylı kılıştırıştık. Anından keyin bularning hammasi ovoz elindigan gap, videoga çok pak şekilde saklandigan gap. Bunu İngilizce tercüme qilish kerak. Bir adamның hikoyasini en azında 1 saat, 1,5 saatlik bir videonu qog'ozga to'kkan vaqtimizda 15-20 bet bo'ldi ekan. 15-20 bet narsani tercüme qilish kerak İngilizce. Çünkü bizden o mutaxassislar biz yardımcı qilamiz. Bunu pul qizimizda qıplamaymiz bu narsani. Çünkü 300 adamның nimasining har birisi 10 betni hisoblasak, o'shining o'zidan necha ming bet narsa bo'lgan gap. Necha ming bir bet narsani iqtisod bilan tercüme qilamiz desak, o ayrı bir mesele. Undacık pulumuz mu yok? Anladığım bu meseleni ziyalılarımızın seferber kılıcı doğru geldi. Bu meselede hakikaten Amerika'da, Avrupa'da, Avustralya'da ki ziyalılarımız, İngilizce bilgen ziyalılarımız, onun için kanunla atalgılar bu. Ondan bir hikayede gelmez. Bunun hepsini şu ülkemgiler tercüme kılınış gerek. Bu tercüme kılınıp boğan deyken bunu tekrar o guvalık vergen insanların hepsi evet iş baskıcı var. Ular bunu körep çıkıp kan ki mening magipip çup kaptı degan onun baştan yana söz doğru geldi. Ular çünkü rasmdan körep çıkıp hakikaten mening bergen bayanatım doğru ekan deb imza etish doğru keldi. Bu jarayonda bizning Norvegiyadagi Uyg'ur adolat arxivlaridagi qarindoshlarimiz ko'p xizmat qildi. Qilib mushunga o'xshaydigan bu sud boshlanish bo'lgan jarayonning o'zida mushu tayyorlik xizmatlari endi bu ishni uch qashqari guvoch berganlarni madem guvoch beradigan bo'ldi deb digil olmaydi. Nurg'un ishlar yangi ichida elib berilishi to'g'ri keldi. Chunki uni Xitoy bilsa har xil usullar bilan insonlarga hujum qilib besim qilgandagi yenib olishi mumkin, u hujjatlar bo'lmasligi mumkin. Müstahvallar. Bular bizning beşimiz kelgan eng cho'ng qiyinchiliklardan bo'ldi. Bundan boshqa ham sud boshlanish az qolgan vaqtida asli bu sud 5-oyning 17-sida plan qilingan. 11dan 16-sigacha. Bu virus Xitoy virusi sababidan hamma bag'ansi 4-oylarda yaxshi bo'ladi dedik. Keyin Angliya hukumati 5-oyning 17-si yangi shu virus sababidan Angliyaga kirib chiqish masalasida yangi belgilarning chiqadiganligini qilganligi uchun bu sotni yana 2 hafta sürüşki to'g'ri keldi. 6-oyning 4-idan 7-siga deb bular onun qarorni biz bermadik. Shular Angliyaning vaziyatlariga qarab qarar berdi. Uningki ba'zi guvohchilarning nimasi yetishmay qoldi. Chunki bularning hammasi xolisona ko'ngillik shaklda elib berilgan xizmatlar bo'lg'achqa bir insonga men nima uchun maksus tutib bermaysan deb xafa bo'lmaymiz, yolvoramiz yo'q. Mashina tutayotgan bo'lsangiz, voy xonim, voy apandim.
Bu şunga bir yordam qilgan bo'lsin deyish to'g'ri keladigan gap. Agar pulimiz jiq bo'lsa, tajriba shirkatlarga berib, "Men tarjima qilib pul desak, bu ayrı bir mesele. Bu tamamen ko'ngildan, qalbdan chiqqan bek az insonlar xizmat qildi-ku buning bilan. Deganlikda necha narsani az deganimiz men 15-20 odamni safarbar bo'ldi, ammo buni bir qancha yuz odam safarbar bo'lgan vaqtimizda rahat yapar oladigan xizmat. Unda odamlarimiz bo'lmadi bizning hamda. Biz bu to'g'riliq jiq safarbarliklarni qildik. Ang oxirdan lekin bu sotning vaqti belgilanib qolgandan keyin bu guvohchilarni bir akilish masalasi bor. Akilish masalasi bor. Qilgandan keyin bu Angliya viza olgan gap. Jiq qilgan bulupmuş kamplarda yetib chiqqanlarning pasporti yo'q. Mesela Amerikadan 4 qarindoshimiz kelolmaydi bu yerga. Chunki pasporti bo'lmagandan keyin u viza Angliya viza bergan taqdirda chiqolmaydigan gap. Yevropadagi kamp shohidlarimizningki lager jazo lager shohidlarimizning haligi sayohat pasportimiz var, rasmiy pasport yo'q. Bular Angliyaga viza oladigan gap. Onundan keyin Angliyaga kelsa bu bag'ansir yangi virusning yangi shakli chiqib, chegirlar taqilib ketdi. Eng azından bir haftadan 10 kungacha karantin qoidalari chiqqan bo'lg'achqa bu bizning beshimizda qo'ydigan eng mas'ul nimalar bo'ldi. Ularga viza olishimiz kerak. Viza olish uchun ularning jadvallarini to'ldirish kerak. U Angliyaning vizasini az bir 2 oy vaqt ketadigan gap. Chunki sot mahkamasiga biz vaqtida materiallarni to'liq tarjimani yetkazib berib bo'lishda qiyinchilik bo'lganligi uchun ular chaqiradigan odamlarni bekitishda qiyinchilik bo'ldi. Vaqtida bo'lmadi. Buning uchun eng oxirgi bir 2 hafta hatto qilib bu elçixanalarga 24 saat bu Angliyaningki tashqi ishlar ichki ishlar nimasi bilan u sot mahkamasi aloqa qilib qulayliklarni saqladi. Bo'lmaydi. Hatto Gulbar Jalolovaning qo'lida texnik sayohat pasportini bivaraq qog'oz batdi. Shu narsaga Angliya nimasi viza berdi va shuning bilan kirib chiqdi. Andan keyin men kelgandan keyin yana Fransiyaga qaytib viza oldik va ayrim bir sayohat nimasi Fransiya elchixonasida. Mushlarning hammasini hamda Fransiyadagi xizmatchilarimiz dunyo odamlari Fransiya hukumati bilan chunki normal bir qog'ozdan chegirni chiqarg'izmaydi. Ammo ashlarning hammasini tugan degandan keyin ular bunga qulaylik saqladi. Mushunda qiyinchiliklar duch keldik. Eng oxirida bu asosiyatdan Yevropadan Türkiye'den ba'zi guvohchilar keladi. O'xshash qiyinchilik Turkiyadan bo'ldi masalan. Biz yerga bir hafta burun keldik. Kamp shohidlarning hammasi bir hafta burun kelib 6 kun hech qanday bek chinkan bir yerdan keladi. Bek chinkan. Adamlar kirdi ekan, yo'qlaydi ekan, uyda bormi sen yo'q deb telefon ochdi ekan, kunda 10-20 minut intervyularni qildi, ashna qilib, mushunga o'xshaydigan qiyinchiliklarga duch keldik. Ham uningdan boshqa Xitoyning hujumi ayri bir qiyinchilik bo'ldi bunda. Chunki az qolgan vaqtimizda Xitoy menga hujum qildi, qurultoy hatto qurulmush sot mahkamasiga hujum qildi. U biz uni ko'z oldimizga olgan. Ammo kamp shohidlarimizga guvoh keldiganlarga ayri Xitoy bexatarlik telefon ochib biz seni akilalaymiz. Çünkü bular kamplar yetib Xitoyning zulmini ko'rgandan keyin psixologik natijada nayt eg'ir besim hozirgacha tugab ketmadi bularnikida. Tugab ketmadi. İnsan bo'lgandan keyin urug' tuqqanlar emas bo'lgandan keyin bular Xitoy ashu nuqtalarini tutib sen borsang biz seni Yevropada akilalaymiz, urug' tuqqanlaringni o'ylab qo'ygin. Sen yerga borsang seni unda jazolaymiz, bunda qila olamiz, hayotingni qilamiz degandagidek tahdid telefonlari kelganga. Buni demedik biz hamda. Voy hech qanday qilmang deb ularni jasoratlantirish to'g'ri keldi. Tuyuqsiz en ahir baxtsiz kelgan chaqda inson bu masala kelgan chaqda Xitoyning besimiga taqobil turolmay har xil nimalar bilan so'g'ishilgan ishlar bo'lib qilish mumkin. Ammo Xitoy bir tarafdan bu hujumlarni qildi. Ammo Alloh rozi bo'lsin buni mahkamaga qatnashishga guvohlik berishga qoyil bo'lganlarimiz qilaning hammasi cho'ng bir g'ayrat bilan, jasorat bilan vijdoniy majburiyatni ado qilib keldi. Uning chekinmadi. Onundan başka qiyinchilik hamda az qolgan vaqtimizda o'zimizning ichidagi chet eldagi o'zimizning inqilobchi, faoliyatchi, diyoli degan insonlarning hujumi bu biraz texnik bo'lgan turdi. Hamda Xitoy bir tarafdan har xil shakldagi besimlarni qildi, yana bir tarafdan ba'zi insonlar udul hujum qilmagan bo'lsa-mu, g'ayri shaklda torbatlarga chiqarish orqali, jonliq yayinlarga chiqarish orqali bu sotlarni tashkilotchilarga har xil shaklda hujumni qilish orqali biz psixologik bir besim aslida bu nima sug'urchilanishga uringan avvallam bo'ldi. Demak, hujum qiyinchilik mayli moddiy paket to'plash jihatdan bo'lsin, buning normal shaklda o'rinlash uchun bo'lsin, qiyinchilik. Bundan boshqa hatto Xitoy hukumati sotchilar keyin anladik qilib bir qancha ming kishilik nani o'rinlashtirgan sot mahkamasini oldi. Mushlar tayyorliklardan bo'lgan ekan. Xitoy bo'lgan ekan.
Bunda bir nimaga shuning uchun biz at sot boshlandi degan kungacha bu orliqimizda haqiqatan butun uxlamadik biz. Uxlamadik chunki nima qanday bo'lib ketadi. Ama undan keyin bexatarlik masalalar bor, bu odamlarning bexatarlik masalalari bor kelgandan chunki Xitoy rasmiy Türkçe çıldirdi deyimiz, Uygurca nima deymiz, sarang bo'lgan bir vaziyatda. Bu diplomatik qurol, hamma nimani to'nimaydigan, har xil rezilliklarni, har xil suiqasdlarni qildigan bir vaziyatdagidek ta'sirot yaratdi Xitoy har yerda. Xo'sh, xo'sh. Demak, mushlarning hammasini atiki sotda qandoq boshlanadi deb taraddud qildik. Ama degandagidek bütün tayyorliqlar nihoyatda mukammal, yaxshi tiklangan bo'lganligi uchun nihoyatda yaxshi boshlandi. Sot rasmiy boshlanib, nima kelgandan keyin ana deb bizning biraz psikologiyamiz erik kelgan bo'ldi. Demak, shunga o'xshash bir qator qiyinchiliklar. Ko'p rahmat. Nihoyat tafsili tushuntirib berdingiz albatta. Mesela ben Dolqun İsa Efendimiz'e bir noktanı koşup özlem. Xo'sh, xo'sh. Dolqun İsa Efendim bu kıyınçılıklarını dedi. Bir yerdeki kıyınçılıklarının en çoğu Dolqun İsa Efendim abi degende depte ötüp etti. Bu tarihte birinci qitim Xitoyda BDT'nin 5'inin biri bo'lgan dünyada özüne hazır Amerikaga shiltin atalayma degan bir cho'ng davlatni sotga tortish. Bu birincisi. Xo'sh. Sovetnimi o'z vaqtida mayli Sovetning ishg'oliyatidagi jiq millatlar hammasi qirg'inchilik uchirdi, hammamiz bilamiz hozir. Shu vaqtidami hech qanday birisi Sovetnimi sot tortolmagan. Ama Uyg'urlar Xitoy hukumatini yana hozirgi eng kuchlandik degan vaqtida sotga tortdi. Bu birincisi. İkincisi, bu qiyinchiliklarni yengillashdagi eng muhim omilning birisi Dünya Uyg'ur qurultayininki xalqarodagi inovatining tiklanganligi. Bo'libmi 2017dan boshlab ib bo'lgan faoliyatlarninki rostchil, qoyil qilarlik, naiti g'arb dunyosi qabul qiladigan shularning sistemasiga moslashib manganligimiz uchun mana degan vaqtida Dünya Uyg'ur qurultayi Dolqun İsa Efendimizning rahbarligida xalqarani qoyil qilib bo'lganligi uchun mayli Angliyadagi mushuning mas'ul bo'lgan Jeffrey Nice Efendim bo'lsin, bu sotninki advokatlari bo'lsin yoki shu abay degandek Jelilovaga viz berdigan vaqtida Angliya, Fransiya mushuning hammasininki moslashish ma'quldi. Shuningga qiyinchiliklarni yengishga eng muhim narsa hattoki shoyitlarning Dünya Uyg'ur qurultayiga bo'lgan ishonchisi bo'lganligidir. Bu qiyinchiliklarning hammasini yengib o'tdi. Men shuni qo'shib qo'yganman. Rahmat. Ko'p rahmat. Albatta bu sotning ro'yobga chiqishi uchun ajr singdirgan barliq mayli qilchilik ajri kirgan bo'lsin, singdirgan har bir qarindoshlarimizga ko'pdan ko'p rahmat aytamiz.